Bismillahirrahmanirrahim. 4-cü dərs. Tursul lüğət qism 4-cü dərsə. Dərs başlaşından ilgili biz bugünkü dərsdə sözlənilən mühim qrammatikalarını proqramdan tapacağıq. Bugünkü dərsdə əsaslı ən mühimi ötken zaman fiilinin, yəni el-fi'lul madininki almaşlağa bağlanğan vaxtdaki şəkilləri, yəni münasibət vaxtımızda fiil mazininki türlənişi. Bu bir. İkincisi li'anna. İlgərcə ende doğruluq bu sözdə qoğan olsaqmı, amma bugün dərəsə şu li'anna işlətimiz. Üçüncüsü na'am və bəladan ibarət iki cavab veriş hərfləri. Endi ötken zaman fiili 10 şekilde türlünüp çıkıyordu. Mesela darabe degan bir fiilni misol alsak, darabe, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtumna, darabtu, darabna. Bunun işletilmiş ortamında darabe degan biz u erlik birlik olib qolsa, buni nima deymiz? Daraba deymiz. Daraba uchinchi shaxs u, erlik ikkilik. Darabu uchinchi shaxs yani u, erlik ko'plik. Darabat uchinchi shaxs yani u, ayollik birlik. Darabata uchinchi shaxs ikkilik yani u, ayollik ikkilik. Darabna uchinchi shaxs ayollik ko'plik yani ular, ayollar ma'noda. Darabta ikinci şahsını siz. Darabtuma sizlar ikkinglar. Darabtum yani sizlar. İkinci şahs ko'plikka. Darabti ikinci şahs ayollik birlik yani siz. Ayol kishiga qaratilgan urdingiz degan ma'noda. Darabtuma yani sizlar ikkinglar ayollarga ma'noda. Darabtunna sizlar ayollarga ma'noda. Darabtu yani men urdim. Birinchi shaxs birlik. Darabtuna biz urdik. Birinchi shaxs bu ko'plik. Bugungi darsdagi eng asosli so'zlaydigan birinchi qoida fiillarningki nima shakli? Turlish shakli. Turlish shaklini bilib olsanglar bo'ladi. Ikkinchisi li'anna. Endi li'annaning shakllanishi biz oldingi darsda so'zlab o'tgan urf mushabbaha bil bilva va shu urf mushabbaha bil bilvasidagi ikkinchisi anna. Şu annenin aldığı üçün degendeki lafı bir ne ekersek ne buldu? Li'anna oludu. Tercüme havakta çünkü de tercüme kılınmaz. Bunda ikinci egen cümlenin asasen kayıtları anne'nin okşaş. Mesela anne mutluğa haberinin üstüge kirer. Mutluğını zever, haberini peşkalat üstünde ama tercümede şu mutluğa haberini nemige aylandıraptı? Meslerige. Aylandıraptı. Annemu li'annemu tamamen okşaş. Üçüncü kaide na'am ve bela. Na'am ve bela. Her işkelisi cevap veriş harfi. Tercümesi ha diyen gap çıkıyor. Ama işletildiğin orun okşamaydı. Bir adam desin buluşluk şekilde sualısı olsa kitabını okup oldun mu? Tamak yap oldun mu? Bazağa bardın mı? Baramsa degandek buluşluk şekilde soru sorsa, bunu biz ha deb cevap vermek olsak ne işletimiz? Na'am işletimiz. Eğer buluşsuz şekilde sual sordu, biz bununla ha deb cevap vermek olsak ne işletimiz? Bela. Mesela, bazağa bağlamsız mı? Tamak yememsiz mi? Uxlamamsız mı? Dese, biz uxlayma demek olsak ne deyimiz? Bela işletimiz. Nuş noktalarını doğrusunu alsanlar, bugünkü derslerin grammatikisi ahırlaşkan bulundu. Ben aval 4. derslinki yeni sözlüklerini okup bir tercüme buraya. Bugünkü derslerin sözlük yokken, da olsa ben diyalogni aval bir kitap okup tercüme kılıp atayım. Bu Yusuf bilan İbrahimning o'tirib deb berilgan diyalogi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ahlan va sahlan va marhaban bik ya Khalid.
كيف حالك لعلك بخير الحمد لله أين أبوك يا إبراهيم ذهب إلى السوق وأين أمك ذهبت إلى خالة زينب وأين إخوتك ذهبوا إلى الجامعة وأين أخواتك ذهبن إلى المدرسة أما ذهبت إلى المدرسة اليوم بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى لماذا رجعت رجعت لأنني مريض لا بأس ذهبت إلى الطبيب نعم ذهبت ترجمة ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ترجمة خوشنا عجد يوقع خوش كفسز خرشالمز خرشالمن تغا أحوالانز قندق obdan turg'ansiz o'rindagi la'allaka bi xayr yanla obdan turg'ansiz deb tarjima qilamiz. Alhamdulillah Allohga shukr. Ayni abuka Ibrohim Ibrohim dadingiz qani zahaba ila suq bozorga ketdi va ayna ummuk opangiz qani Belki ve aynı da bunu bildirishi shu uyg'ur tilidagi chu degan bir dona nima ifodalaydi. Qo'shimchani. Apangiz chu qani degan ifodalaydi va zahabat ila xolati Zaynab. Hammam Zaynabning uyisiga qishig'i ketdi. Va ayna akhwatuk. Qarindoshlaringiz chu, ya'ni bir tuqqanlaringiz chu, qayerda? Zahabu ila al-jami'a. Ular universitetga ketdi. Va ayna akhwatuk. Qiz bir tuqqanlaringiz chu. Qayada zahabna ila al-madrasa ular maktabga ketdi. Ama zahabta ila al-madrasa al-yawm siz bugun maktabga bormadingizmi? Bala. Zahabtu wa raja'tu ba'da al-hajat al-ula. Ha bordim. Birinchi soatdan keyin qaytib keldim. Limada raja'ta? Nima qaytib keldingiz? Raja'tu li annani marid. Men kasal bo'lganligim uchun qaytib keldim. Kasal bo'lganligim uchun qaytib keldim. La ba'sa, adhabta ila tabib, hech qisi yo'q. Doktorga bordingizmi? Na'am, dahabtu. Hamda bizning ma dialogimizdagi birinchi grammatika, ya'ni fillarning turmush ahvoliga qarab baqsak, diqqat qilinglar. Zahaba ila suq. Bu fe'lningki 3-shaxs erlik birlik shakli. Zahabat ila xolati Zaynab. Bu fe'lningki 3-shaxs ayollik birlik shaklda turilishi. Zahabu ila al-jami'a. Bu fe'lningki 3-shaxs erlik ko'plik shaklda turilishi. Zahabna ila al-madrasa. Bu fe'lningki 3-shaxs ayollik ko'plik shaklda turilishi. Ama zahabta ila al-madrasa al-yawm degandagi zahabta fe'lningki 2-shaxs erlik birlik shaklda turilishi. Zahabtu va raja'tu. Ana bu ikkisi fe'lning birinchi shaxs birlik erlik shaklda qanday qilinishi turilinishi. Limaza raja'ta? Fe'lning ikkinchi shaxs erlik birlik turilinishi. Raja'tu fe'lning birinchi shaxs erlik birlik turilinishi. Zahabta fe'lning ikkinchi shaxs erlik birlik shaklda turilinishi. Na'am zahabtu fe'lning birinchi shaxs erlik birlik shaklda turilinishi. Mana bu bizning bugungi darsimizga fe'llarning turilish ahvoli. Ikkinchi grammatika li'anna darsimizda umuman приятным li'anna raja'tu li'annani marid degan jumlalar qarab qo'yadigan bo'lsak majmunning aslisi ana marid ana mubtada marid nima xabar li'anna mubtada xabarning ustiga kirib annani deki ya anadan o'zgargan ya uning ismisi bo'ldi, marid xabari bo'ldi. Ikkisi birlashtirib masdar shaklda, ya'ni bir ismga aylantirib o'tdi. Shu tarjima qilgan vaqtimizda men kasal bo'lganligim uchun qaytib keldim deb tarjima qilamiz. Jumla shaklda emas, balki masdar shaklda tarjima qilamiz. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida na'am bilan balaning ishlatilishi. Masalan, ama zahabta ila al-madrasati yawm degan jumlaga qarasak, bugun maktabga bormadingizmi? Bulush shaklda savol so'rayotdi-da. Buningga bordim degan bulishliq shaklda javob berish uchun biz nima ishlatdik? Balani ishlatyapmiz. Undan keyin azhabta ila tabib degan o'rinda bulishliq shaklda savol so'ragan vaqtda ha bordim degan ifodalashni ishlatyapti. Na'am ishlatyapti.
Bugungi darsga mushu nuqtalarga diqqat qilsak, qolgan jihatda cho'ng masala yo'q. Ham darsning ko'nikmalariga kelsak, birinchisi ajib anil aslati atiya. Tundagi savollarga javob beramiz. Bu yana tekstning mazmunini qarash bo'yicha tekstning mazmunini takrorlab qo'ygandan keyin javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi da hadhihi al-alama as-sahiha amama al-jumal as-sahiha wa hadhihi al-alama al-khata amama al-jumal ghayr as-sahiha. To'g'ri belgisini to'g'ri jumlalarning oldiga qo'ying. Bu xato belgini to'g'ri bo'lmagan jumlalarning oldiga qo'ying deyapti. Bu o'xshashlar mazmunga munosabatga to'g'ri tekstni, ya'ni dialogni o'zlashtirib qo'ygandan keyin dialogning mazmuniga to'g'ri kelsa to'g'ri, to'g'ri kelmasa to'g'ri emas deb yozib qo'ysak bo'ladi. Uchinchi ko'nikma. Da'a fil amakin al-khaliya fi ma yali dhahaba wa asnidhu ila ad-damir al-munasib. Tuvandagi bo'sh o'ringa zahaba degan tilni qo'ying deydi. Hammasiga zahaba qo'yamiz va buni munosib almashqa bog'lang. Bayatdan dars tugagan yerindek, agar birinchi shaxs, ikkinchi shaxs birlik bo'lib qolsa, shuni qaysi shaxsga, qaysi to'g'ri deb qolsa, shuni qo'ysak bo'ladi. Birinchi gapiray. Masalan, al-awlad ila al-mal'ab. O'tirg'a chuqur ba'di degan birini qo'yish kerak. Qaysini qo'yish kerak? Al-awlad uchinchi shaxs erlik ko'p bo'lg'achqa biz zahabaning uchinchi shaxs erlik ko'p shaklda o'qiymiz. O'zim qaysi zahaba zahabu degan zahabuni qo'yamiz. Qolganlarga shu bo'yicha o'yinni birish qilsanglar bo'ldi. To'rtinchisi tuvandagi jumlalarni to'g'rilang. Azahabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Hey Muhammad, doktorxonaga bordimmi men deyapti. Aslim deyish kerak. Muhammad, Muhammad deb ikkinchi shaxs o'qitgan vakilniki ikkinchi shaxs erlik birlik shaklda kelish kerak. Zahabaning ikkinchi shaxs erlik birlik shakli zahabtu bo'lmasdan nima bo'lish kerak? Zahabta bo'lish kerak. Buni tushungan bo'lsanglar, qolganlarini shu bo'yicha to'g'rilasanglar bo'ladi. 5-chi ko'nikma. Ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan ma. Tundagi savollarga ma'ni ishlatib, inkor qilib javob beradi. Azahabta ilal madrasati ams. Tunugun maktabga bordingizmi? Hamda biz ma'ni ishlatib, bormadim deb javob berishimiz kerak. Ma qanday ishlatamiz desak, odatda normal tilni olib ma'ni shunday qilib qo'ysaqlar bo'lishmaydi. Masalan, tunugun maktabga bormadim deyishimiz kerak. Bormadim deyish uchun bordim degan nima? Zahabtu. Shuncha qilib birlik erlik shunami? Mushni bordim deganning oldiga ma'ni qo'yasaklar, bormadim degan shaklda ma zahabtu ilal madrasati amsi desak bo'ldi. Qolganlarni o'qishlar ma'ni qo'yasak bo'ldi. 6-chi ko'nikma. Tuandikilarni o'yinib baqindaydi. Men bayatdan degandek, li'anna o'xshashlar inning turdoshlarining qatoridan inna xuddi va humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu Alloh kirsa mas holda innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna innani innana o'zgargandek li'annahu shu o'zgardi, shu holat o'zgardi. Masalan, li'annahu li'annahuma li'annahum li'annaha li'annahuma li'annahunna li'annaka li'annakuma li'annakum li'annaki li'annakunna innakum. Ma umumiy ishlik almashlarga li'anna xususa almashlar masqadanda o'zgaradi. Masalan, shu birinchi misoli raja'a Hamid min al-Mudajjal li'annahuma huwa al-li'annahu o'zgardi li'annahu o'zgardi. Bu nuqtani sizlarga aytaman. Am tuandagi misolni o'qib, 7-chi qoil misol summa ajib anil asl al-atla bina'an aw la. Tuandagi misolni o'qib, savollarga na'am yoki balo bilan javob beradi. Qanday kes na'am, qanday kes balo bo'lib, biz bayatdan so'zlagan, ya'ni bulishliq savol so'rasa na'am bilan javob beramiz. Agar bulishsiz savol so'rasa nima bilan javob beramiz? Balo bilan javob beramiz. Masalan, Azahabta ilal madrasati amsi, tunugun maktabga bordingizmi? Buni men ha demoqchi bo'lsam, nima deyman? Na'am, zahabtu deyman. Amma zahabta ilal madrasati ams, tunugun maktabga bormadingizmi demoqchi bo'lsam, men ha demoqchi bo'lsam, nima balo deyman. Na'am bilan balo halish qilsa, ha qildim ifodalaydi, ammo bu ishga qaratilgan savol o'xshamaydi. Bulishliq savol kelsa na'am bilan javob beramiz. Bulishsiz savol kelsa
Nima javob beramiz? Bala bilan javob beramiz. Qolganlarini qarab biqib mas qadamda javob bersak bo'ladi, ha?